Yo, hamma salom do'stlar, sizlar bilan men Kenzo. Короче, bugun ham nima dream qilishga qaror qildim. Bugungi videoda bolalar, короче, men bitta ajoyib modda ko'rsatib chiqaman. Ruschasiga aytganda obzor deyiladi. Короче, bolalar, mana shunaqa hammani mana shunaqa tekst meri bo'ladi va unga har xil modlarni qo'shadi. Shunaqa modlar bilan har xil narsalar quradi, tekshirib ko'radi. Juda o'zini xohlagan narsasini qilishi nima mumkin-da. Hammasi o'zini qo'lida. Короче, bolalar, undan keyingi ko'rsatilgan narsam, короче, bolalar, mana pastdagi chiziqni ko'rib turibsizlar. Uni sal keyinroq tushuntiraman. Birinchi bo'lib, bolalar, sizlar bu modlarni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar bolalar. Qani, agar mana shu videoda tezroq kanalimda 50 ta obunachi bo'lsa-da, ana u kanalimga 50 ta obunachi yig'ilgandan keyin men Telegram yangi Telegram kanal ochaman va sizlar o'shanga o'tib o'shandan har xil modlar olishlaringiz mumkin. Yana o'shanaqa bolalar dovdirab gapiraman. Ana u nimaga e'tibor bermaysizlar. Короче, bolalar, hozirgi ko'rsatadigan modim mana pastdagi chiziq endi keldi o'shanga. Hozir bitta narsa olamiz. Masalan, mana bunaqa blok. Короче, bolalar, men pastga turibdi ko'ribsizlar. Mana yashil bilan qildim. Mana bu qaranglar, buni 2 marta bosish orqali tasavvurasizlar. Tuk 2 marta bossangiz tashlaydi. Mana bu yerdagi narsaga o'tkazadigan bo'lsangiz, mana bu yerdagi yozuv o'zgaryapti. Yaxshilab qarab turing. Mana default bo'lyapti. Quick load bo'lyapti. Bu nima degani? Buni 2 marta bossanglar ochiq inventarga o'tadi. Ya'ni tepadagi ochiq inventar. Hozir menga ochiq mana shu. O'shaning uchun yaxshigina qilib o'tibdi. Bu ham videolaringizga ancha foyda beradi. Drop 1 degani bo'lsa, bittadan drop, ya'ni bittadan tashlash. Mana bitta bosasizlar bitta tashlaydi. Va shu zo'r narsa bu ham bolalar. Drop all degani hammasini tashlaydi bolalar. Bitta bosasizlar hammasini tashlaydi. Çok güzeldir. Juda qulay mod bu ishi. Xo'sh, короче, bolalar, ko'rishlaringiz mumkin. Men agar kanalimga shu kanalimga 50 ta obunachi bo'lsa, mana shunaqa modlar hammasini men Telegram kanalimdan topasizlar. Xo'sh, keyin nima yana olsak bo'ladi bolalar? Masalan, bolalar, modlar obzor qilishni birinchi qismi, ikkinchi qismi bo'lsa, shu tezroq chiqadi bu ham. Xo'sh, короче, bolalar, mana avtomat modi ko'rishlaringiz mumkin. Juda realishniy bo'lmasa ham ko'rishlaringiz mumkin. Masalan, buni o'qini qayerdan topamiz? Ammo deb qo'yibdiki, ana shunaqa armag 2 nuqtalardan keyin shunaqa armag degan o'q topasizlar. Mana bu yerga kirib, qidiruvga kirib, masalan, armag deyozsanglar, chiqadi bolalar. Keyin uni o'qlash uchun ikkinchi qo'lga olasizlar. Ikkinchi qo'lga olib bo'ladi hamma o'qni. Bu bo'shi, bu bo'lsa ichi to'lasi. Bo'shni olavermanglar va bu o'qlab bermaydi keyin qaytib. Mana bolalar, ikkinchi qo'lingga oldim va mana avtomat. Hozir otmayman baribir, nima kerak bo'ldi va o'rganib olasizlar. O'qlayotgan paytda o'ziga qaratib oladi, bo'ldi. Bu shitki voydat. Bug bo'libdi qanaqadir. Hamma bolalar, ko'rishlaringiz mumkin qanday bir kichkinagina mod bu ham. Boya agar olovni ko'rgan bo'lsanglar, olovni ko'rgan bo'lsanglar, u ham qandaydir kichkinagina, u ham bitta resurs pak bolalar. Keyin ko'rsatadigan modim ko'rishlaringiz mumkin. Nima yaxshi topsizlar bolalar buni? Bu bolalar kiyim. Super qahramonlarning kiyimi. Bitta mana shu narsasi yetadi. Xohlasanglar eddan borib ana qilinglar. Bu hozir masalan mana shu o'rgimchak odamniki bo'lsa kiyib ko'rsataman. Bolalar, buni faqat ana unisi yo'q. Mana shunaqa boshdagi narsasi yetadi. Mana bu narsa nima desanglar, bu o'sha qurolda bronyasi, qurolli moddi bilan keladigan, qo'shilib keladigan bir modda u ham. Endi buni kiydik bolalar, ko'rishlaringiz mumkin. Voy, buni qaranglar, turishini qaranglar bolalar buni. Juda ajoyib. Bolalar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Короче, zo'r bo'ladi. O'tirishini qaranglar bor. Shep bor. Keyin buni yugurishi o'tdi, voy, ana ko'rdinglarmi bolalar? Juda zo'r, juda shakar va shay. Buni qanday to'g'ri desanglar, buni o'zining narsalari bo'ladi bolalar to'g'ri ochishga. Masalan, mana bu yerdagi narsalar olasizlar. Faqat shular yordam beradi bolalar bunga. Boshqalarni olib aldanib o'tirmanglar, tushundinglar? Короче, mana bu yerdagi hammasini olamiz. Qizilni ham olamiz, shay. Oldamiz, okey. Keyin buni otish kerak. Qo'lga turtib ko'ribsizlar, bo'ladimi?
tushunmadim короче men. Nimada bu? Короче bo'lib ssenariyga yo'g'ida olib tashlaymiz вообще. Buni ishlatib yurmanglar, baribir ishlata olmaysizlar. Mana shu tursin, mana shu 6 tasi tursin bola, 5 tasi tursin. Короче bola qo'lga turishini ham ko'ribsizlar, o'zi bildan ham bilinadi va qo'lga turganga nima edi, oq bo'lib. Web fast degani bola to'r tezligi. Tezroq boradi, что bu to'r, menimcha bilib oldinglar. Buni o'ldiramiz, keyingisini ham o'ldiramiz. Bu yoqqa sen ham o'lasan. Sen mana bunga osonlikcha o'ldirolmaysan. U tovuqqa o'xshab man unda tovuqni yemasan. Man o'ldirolmaysan. Bunaqa bo'lmasalardan olsang ham hech narsadan qochib ketolaman. Speedrun o'ynaganman вообще mana chinning. O'ldirolmaykanmanmish. 3 ta o'qqa bordi, karlashaverayman. To'g'rimi bo'ldi? Короче bola juda zo'r narsa. O'ldirolmaykanman. O'ldirib tashladim boya aytganimdek bola. Короче, mana bu ikkalasi bir xil narsa. Bunda ikkita nima deydi? Ikkita nima edi? Qurilmani bitta qilib ishlatsangiz ham bo'ladi, bittasidan olsangiz ham bo'ladi. Web shooter degani bola o'zi обычный to'r ham jonni oladi urganga, otganga, ham ana o'qiladi. Nomi nima edi? To'r otadi ham yopishtiradi vashi. Ko'rdinglar, nima qolib ketdi bola? Mana bunaqa ip bilan otilish qolib ketdi. Hammasi bor endi. Короче, hammasi zo'r bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin qanday zo'r ketganini. Mana bunday qilib uchishlaringiz ham mumkin. Endi men sigir navbatga bexga. Azato sigirni o'ldirolmaysan ola. Bu ham olib ketdi bola, karlashay olaymi. Bu moblar nima qildi? Hammasi gapirtirib yuboribdi-yu. Vashi bori, endi buni bola men aytgandek kamera bilan ko'ramiz. Ikkita qo'lga ham ip yopishadi. Mana ko'rdinglarmi bola? Vashi zo'r. Bu yumalashini ko'ryapsizlar, vashi zo'r mod bola. Короче, mana oddiy ipni siz yopishmaysiz, muhimi shu. Sizlar yopishmaysizlar to'riga. Короче, mana bunday qilib tushamiz. Juda ajoyib seyflar qilib tushamiz. Короче, bola sizlarga ham shunaqa mod kerak bo'lsa, kanalimga tezroq 50 ta obunachi qilinglar va mana shunaqa modlarni hammasini men Telegram kanalimga yo'q alay, Spider-Manga yarashmaydi bunaqa narsa. Короче, bola nima deyatdim o'zi? Bola kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. 50 ta obunachi bo'lgandan keyin ana o'qilaman. Nima edi? O'sha mana shunaqa modlarni Telegram kanalimga tashlayman. 30 ta obunachi bo'lgandan keyin premyera bo'ladi. Shuni bemalol o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunaqa mod bilan premyera bo'ladi. Ya'ni ko'plar bildi qanaqa bo'lishini. Короче, bola boshqasini ham o'tamiz. Bo'lmaydi, shu bitta Spider-Man bo'lish. Spider, hamma Spider bor. MMA ham bor menga. Nima bu tanismi bu? Tanisi yo'qmayapti menga. Nimadir. Короче, bola mana buni olamiz. Har xil turi bor uni. Yana bitta qidirsa o'ziniki yo'qmi, объяснisi. Qidirib ko'rish kerak. U ana topdim. Ko'rdinglarmi bola? Короче, bola sizlar kommentariy yozib qoldiringlar. Kim bana bu. Nima bo'ladi bu? Qo'lda kirib tashlaymiz. Ko'rdinglarmi bola emotsiyani? Voy dod. Voy. Vashi bori. Chotga ekan. Mana nima ibi? Turay. Turasan. Voy. Vashi nima o'chirmaydi? Benzinga o'chirib bo'lgan nima bo'lo? Bu nima? Yo, bana bo'lar. Vashi mana shu narsa men yo'qmadi videoga vashi xalaqit beryapti juda. Lekin men qo'lda qizil narsachasi keyin oddiy inventar bo'lsa ham qizil narsasi turaverar ekan. Men ko'k narsa olsa yo'q lekin. Lekin bu ko'k narsa bir tillik foydasi yo'q bola. Короче, sizlar vaqtimiz chegaralangan degandim. Hamma xayr, sizlar bilan keyin sog' bo'linglar, omon bo'linglar.